Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Tuzingizlar, charchamay ro'zalaman. Bugunga ikki partiya qo'y chiqadi, xudo xolasa. Narxini arzon qilib beraman. Narxi o'ta arzon bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like, bittadan kommentariy qoldirib qo'yinglar. Xudo xolasa narxlar arzon bo'laveradi. Qo'ylarni ham ko'rsating. Xo'p, hurmatli obunachilar, Doniyorbek ukamizdan birinchi partiyaga barrani udorlaridan mana sutga to'ygan variantlardan ekan. Oxirigacha kuzatib turinglar. Ikkinchi partiyaga ham 9 dona barra qo'zlari bor ekan. Haqiqiy go'zallardan ekan. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, akalar bugun syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani arzonchilar Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Sizlarga chiroyli qilib qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi kelgan aka-uka hoji bolamizga eslatma, kanalimizga obuna bo'linglar. Bizdan arzonroq olasizlar. Arzonroq deganimiz sababi, ukamiz ilk partiya qo'y chiqarsalar, bitta blogerga 1 million so'm 500 ming so'mga beradi. Bu qo'ylarning ustiga o'sha 1 million so'm 500 ming so'mda yuklab qo'yishga majbur bo'ladi. Bizda yuklay olmaydi, sababi biz pulga olmaganimiz sababi yuklab qo'ya olmaydi. Sizlarga arzonroq tushadi, cho'ntakka qoladi. Qo'ydi ham hashaga chiqib qoladi, ash pul yo'llanga qoladi. Doniyorbek, bunga ilk partiya dedingiz, a? Ilk partiya ozgina aka. Arzonmi puli? Arzon, pul arzon. Yengil qilib berasiz. Yengil bo'ladi aka, xudo xolasa. Qo'ylar qarang. Haqiqiy ko'paytirib ko'klam keldi. Ko'paytirib chiroyli qilib olaveraman degan hoji bolamizga, aka-ukalarimizga zo'r variant mana sutga haqiqiy to'ygan variantidan ekan. Jonivorlar o'ta charsi. Mana haqiqiy ranglari ham o'ta samjun variantdan, quloq oshlari ham xudo xolasa butun. Bular qo'chqormi, sovliqmi? Bular ikkita qo'chqor, ikkita sovliq. Ikkita qo'chqor, ikkita sovliq. Mo ikkita kattasi qo'chqor ekan, a? Mana shu ikkita kattasi qo'chqor, ikkitasi sovliq variantidan ekan. Bir dona kichkinasi bor ekan, mana. Ash bir dona kichikrog'i bor ekan. Bu ham sutga to'ygan, xudo xolasa. Oq yuzlaridan o'ta go'zallardan, keng qulog'idan ekan. Haqiqatan mana. Doniyorbek yeb ichishi yaxshi, yedirib ichirib pulni sanab berishaveradi. Bir hafta sinab olishaveradi. Bemalol yedirib ichirib pulni sanab beraverasizlar. Hijolatchilik yo'q ekan. Haqiqat. Mana. Tana uzoqroqdan ham olaylik, o'ta tana variantida mana. Haqiqiy chiroylisidan ko'paytiraman buni. Sohot sarin ketadi. Xudo xolsa bundan bunaqa ko'klamga yosh narsalar sohasi. Doniyorbek narxida hamma ishi buni. Narx aka 3 milliondan beraman. Kamichi, kam kelishtirib ayting. Bilasizmi, orcha narx qo'ymayman. Kelishtirib aytingchi. Bilaman, yo'q, endi sal bir ogon obunachi. Beraman aka, 50 mingni o'tib beraman. Kan to'ppa-to'g'ri. 100 mingdan o'taman, bo'ldi. 29 dan. 29 dan. Baraka. Baraka. Olganga ham, sotganga ham barakasini ursin mana. Haqiqiy zo'r variant bo'ldi. 29 dan. Qo'y arzonmi? Bundaqa sifatli narsa baribir sifatli cho'qib ketaveradi mana. Haqiqiy sutga to'ygan variantidan, haqiqiy ko'paytirib yuradigan variantdan. 10 ta olmaysiz, 4 ta 5 ta olasiz, yetadi. Xudo xolasa. Sifatli narsa voqasi. Omoq sotmog'i ham bor degan yerda ham bor mana. Haqiqiy. Toshkentgacha dastlabkasi besplatno. Toshkentgacha. Undan yog'i kelishgan. Lekin O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. Bor aka. Yaqinroq qolsa bir haydini qilib berasizmi? Ozmi? Beraman. Qilib berasiz. Labz. Bo'ldi. Mana telefon qilinglar, xudo xolasa. Qolgan ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, bemalol so'raverasizlar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa ikkinchi partiyani kuzatib turinglar. Qo'chqorlarni, barra qo'chqorlar zo'rlaridan bor ekan. Arzon narxlari ham. Xo'p, hurmatli obunachilar, ikkinchi so'nggi partiyamizga qo'chqorlarda haqiqiy sutga to'yganini ikkita to'rtta yangi ro'zg'orga kelib qo'yamiz. Xudo xolasa tashab qo'ysa, chiroyli qilib bundan buyoq ko'klam keldi, issiq keldi, bir qur julni ham o'zi olishib qo'yibdi. Chiroyli qilib mana. Bir qarz junim bilan turgan yo jonivorlar haqiqiy boqib, semirtirib, chiroyli qilib yuraman degan haqiqiy tiniq variantidan mana. Doniyorbek, yeb ichish yaxshimi? Yeb ichish zo'r aka. Buni ham yedirib ichirib pulni sanashaveradi. Bitta ikkitaga ham ketaveradimi yo hammasini olish kerakmi buni? Bitta ikkitaga ham. Lekin hammasini bir joyga olishsa arzon bo'ladi pullarga. Haligi hisob tayin tiniq chiqadi. Mana. Bir dona urg'ochisi bor. Uzoqroqdan ko'r. Bir dona urg'ochisi bormi bular ichida? Urg'ochisini ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Bir dona urg'ochi, bir dona qo'chqor degan.
Qulog'i butun. aka ukalarimizga Bir dona sog'lig'i. ketaveradi. Mana Xo'p, juda. haqiqiy sutga haqiqiy to'ygan varianti, ertagi variantidan. Soat sarin ketadi. Xudo xolasa bundan buyog'i qo'ylar haqiqiy mana ranglari ham o'ta chiroyli qo'yiladi. Quloq boshlari ham butun ekan, bashda. Bular bir qo'ra Mana ekan. haqiqiy mana tanov varianti. Ishqibozlar bo'lsa telefon qo'yinglar. Yeni bor xolos aka. Turgan puldan foyda yo'q. Olib tashab qo'yinglar. Juda tez ketadi jonivorlar. Ko'klam keldi mana. Bundan buyog'i. Qo'chqor. Mana o'zi katta qo'chqor o'q bo'lgan mana. Xudo xolasa mana katta qo'chqor o'q bo'lgan ekan hammasi. Sutga to'yganda jonivor. Donyorbek, hammasi bir yo'q kelsa necha puldan ketadi? Bu qo'ylar aka o'zi 32-30 sotilyapti. Men 3 milliondan beraman aka. Kamichi. Kami o'tib beraman. Kelishtirib bering. Bo'ladigan aytib qo'yinglar. Bo'ladiganini ayting. 29dan ketaveradi. Hammasi. Ha, bir joyga. Xayrin qilib berasizmi, yaqinroqqa so'rashsa? Beraman aka. Qilib berasiz, labz-labza. Aka. Telefon qilinglar. Mana haqiqiy tiniq variant oldi. Bu endi kelajagi bor narsa, yosh narsa-da. Baquvvatlang qaranglar. Ularni butun deb qo'yib Mu bor. qaranglar. Ikkita uchtasida Ha, ikkita uchtasida yeni bor ekan. Ha, ko'rdim, ikkita uchtasida yeni bor. Ha. Qolgani hammasi butun. U yeni hech bola bajarmaydi, hech bola. Sifati zo'r ekan. Qo'y qilib yuradi ekan. Dumbalari bu solpi dumbamiz, hammasini dumba. Mana zo'rodan ko'rsatay. Hammasi umuman osilmaydigan dumbalari. O'sha chiroyli bir qo'ra ekan. Doniyor bitta ikkitaga plus minus qanaqa bo'ladi? Necha pul bo'ladi? Bitta ikkita so'ra. 150 ming. 100 ming. 100 ming. 100 ming. Plus minusi. Mana ko'klar mana ketaver ekan. Haqiqat u hammasini olish kerak ekan demanglar. Videoni men qarasingda, u narigi to'rtta sariq bor. Ularni 3 tani olaman desak, ular 32 dan beraman. Ha, kattalarni. Bitta kichkinasi ketgan uchun. Ha. 2,5 million ketaveradi. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, mana o'zi ko'p qo'ymaydi. Bu bolalar ham jicha oz-moz non qolsa sotadi. Bincha qo'ydi. Ha, uyga olib kelib buni bayda qarab, оборот tez qilish kerak jonivorlar. Yursan shaqa qarab qo'yinglar. Yo'lda sotyapman, qashqimlar qo'ylar Mana sotilmayapti. ketyapti. Ketdim o'tgan safargilar ham birortasi ketmay qolmadi. Mana ketyapti. Xudo xolasa shoshilamiz. Chunki arzon beradi. Ko'zimdan kelib ko'raman deganga lakasiyani tashab berilaveradi. Tashab beramiz aka. Telefon qilsa 24 soat aka o'chmaydi. Telefon. Xudo xolasa mana uyqu yo'q. telefon qilinglar, ish bitadi. Prosta уже vaqtimiz chegaralanib, qorong'i ham tushdi o'zi, tashdi. Ko'klar mana Ozochor mahalliga ham yetib kelib qoldik. Xo'p, qolgan ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, bemalol Donyorbek akamizdan so'raverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaring chorvalaringga Alloh baraka bersin. Uylaringda 2 qo'ra, 3 qo'radan bo'lib ketsin hammalaringda. Obunachilar bizni dalish kuzatib boringlar.